Bismillah. Assalamu alaykum. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Ahiri plan qilingan videoni so'zlashga fursat bo'lgandek qildim ekan. Yana sal baldu boshlab qoldim. Sababi yana bir ta'xirsiz vaziyatga aloqador yana bir video qilishim kerak edi. Onun uchun. Aldı bilen hemmenlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Bu temini başlaştan ilgiri qarindoshlarga deydiganim növbette talışılıp atkan, bes münazırsı kızıp ketken indigenous xalqligimiz yoki emasligimiz haqida bir raysynash o'tirib qo'ydik Sharq Turkiston surgundi hukumati nomidan. Menimcha buning hukumatning nomidan bo'lishi texmi yo'singa uyg'un, texmi aqlga uyg'un. Yana bir tarafi indigenous meselesini en evvel men oturup koygan o zamanlarda süyümlük halkımızın dikkat kozgalmagan bolsumu naiti burun men oturup koygan bu meseleni. Şuna bu raysynaşni hükümet namidan ilan kıldık. Endi bunun da niyet işinin vücutku çıkışı bolsa talışılıdığan ne menfaat ne mensep yok. Şuna indigenous emaslar kollaydıganlıkını bildiysizlar tamam menin karışımma şu. Körüp doğununlardaki mavzu Xitayning Tayvan tushi ve Sharq Turkistonning taqdiriga aloqasi. Yaqinqi chaqlardan beri Tayvan bo'g'zining atmosferasida porox hidi quyuqlashmoqda. Bu sebep bilan ba'zi qarindoshlarimiz menga savol yo'llab o'tdi. Xilijiq savollar kelgan, menma temini so'zlayman deganning yog'i so'zlaydi ekan deb to'xtab qoldi savollar. Bulardan ba'zi muhim nuqtalarni tanlab javoblashga tirishaman. Savollarning javhiri tuvandikilar. Xitaylar Tayvanga qarata harbiy harakat qo'llanib, Tayvanni ishg'ol qiladimi degan savol. Xitaylar kommunist hokimiyati qurilgan kundan boshlab mushundaq bir tushni tushab kelmoqda. 1957-yilda hatta bu hal ma'lum amaliy harakatlarga aylangan edi. Şu çağda Amerika'nın keskin meydanı tüpeylidən Xitaylar peyildən yanğan bolsumu, bu şirin tushni tushashni davom qilib kelayotirdi. Xitaylarning milliy xarakteridan aytgandimi, bundaq tinchlik davri bir xil fursat kutishdir, xolos. Chunki Xitaylar o'z xiyollarini ishga oshirishda 1000 yillik sabrchanlikka ega. Agar bir fursat tug'ilsa, Xitaylar cho'qim Tayvanni ishg'ol qiladi. Küçük çağlarımızda bunu köpçülükünü bilmeysizler, yaş çoğunu biladi. Ming-binlarning faaliyetleri bekmi canlıq oladigan. Ular o'qiydigan naqshlarda hamon Tayvanni ozod qilish shuari ishlanadi. Tayvanni ozod qilish amaliyotda besib olish Xitoylarning ruhiy dunyosiga singdirilayotgan bir muddaodir. Bundaq ruhiy shakllantirishdan o'tgan bir avlod bugun Xitoyning hokimiyat beshida. Undaqki ular buni sinab beqishga urinmasa g'alatdir. Yana bir savol. Agar Xitoylar Tayvanga tajovuz qilsa, Amerika bilan orasida urush portlamdi. Agar biz bilgan Amerika bo'lganda, bu Amerika agar biz bilgan bir Amerika bo'lsa, bizning vatandik chaqdim deb
Hatta bugünkü gün tasavvurumuzda bir Amerika var. Eğer şu Amerika olsa, elbette Amerika bundan bir tecavüzçülük yol koymaydı. Keskin inkas bildirdi. Lekin keyinki çağlarda Amerika'nın bir xil perde yoki bir xil post tire ekanligi xuddi Xitoyning bayramlardagi shir o'yini var bu. Shirning terisini Xitoy yapını verip oynaydı. Şu Xitoyning shir o'yiniga o'xshash Amerikani post qilib kiyib edib, tegida boshqa odam o'ynaydi deydigan bir xil qarashlar kuchayib ketdi keyingi chog'larda. Rostini desam, mening ko'nglimni shunga sal mayil. Bu shir o'yini o'ynaguchi haqiqatanmi Amerikani bir post qilib kiyib olgan bo'lsa, endilikda post yengishlar Xitoyni kiyib olib harakat qilmoqchi bo'lsa, u holda hamma ish tamoman boshqacha bo'ladi. Amerika bu tecavüzçülükle sükut kılıdı yoki ağzaki naraziliklar bilan cheklanib, natija itibari bilan sükut turdi. Amaliyat zodi qanday? Amaliyat. Shir terisini kiyib olib o'ynayotgan bir baliqi rost bo'lgan taqdirdami? Hozircha tehi teri yengushlashning vaqti kelmagan bo'lishi mumkin, mening qarashimcha. Hammaylar faraz qildik-ku, Amerika biz burun bilgandek bir Amerika emas. Bunun içinde en az 2 veya 3 güç var. 3 xil Amerika bu. Ya ki tamamen fırsat pişip yetilmegen buluşu mümkün. Bu terini yengüşleşke. Amerika terisini taşlayıp bitip Xitay terisi giyişke. Asli Amerikani Amerika qilishga tekrardan qudratlik va demokratiyaning homiysi Amerika qilishga Trump va'da qilib chiqqan. Afsuski u mag'lub bo'ldi. Shu haliqi shir o'yintidiganlar g'alaba qildi bu ishda. Afsuslanarligi. Önemli halde shir o'ynatquchi yanıl Amerika'nın terisini tashlab etmaydi deb qarayman. Fursat pishib yetilmadi deb qaraganligim uchun bu terini tashlab etmaydi. Bundaq ahvolda Tayvan bo'g'zi vaziyati yana asliga keladi. Men buni tayyorlikni qilib qo'ygani bek uzun bo'lib ketdi xabarimga va mana deb hozir Tayvan bo'g'zi vaziyeti asasen tishlanib kaldı. Yani konarıdı bakadın mevzu. Hiç qanday çoğun tokunuş yüz vermeydi. Qarindoshlar, bu xaritaga qarasanlar, yoki ma xaritaga qarasak, bu yerda nima ko'ramiz? G'arbiy Tinch okean rayoni. Çünkü Tayvanning Xitoyning qo'liga o'tishi nima uchun cho'ng to'qinish yuz bermaydi? Bu yana tishlanadi. Bu faqat ter taraqtish, o'zaro surko'zitish bilan cheklanadi deymiz. Bunun sababi çünkü Tayvanning Xitoyning qo'liga o'tishi faqatla Xitoyning birlik kelishidan iborat bir natija bilan xulosalanadigan oddiy ish emas. Bu Amerika'nın yemirilishidagi tunji yirtiq bo'lib qoladi. U holda Amerika butkul G'arbiy Tinch okeandagi tashabbuskorlik huquqini yuttirib qo'ygan bo'ladi. Bu kichik ish emas bu. Amerika homiyligidagi 2. Dünya urushidan keyin maydonga kelgan Tinch okeandagi orol davlatlarning xaritada ko'rinmaydigan bakuşak davlatlar var. Birisini bildik-ku, xabarimiz oldu. Uyg'urlarni Guantanamo'dan 4 Uyg'urni Palau deydigan bir davlat. Google xaritasini ziyodi yo'qlashsanglar andin paydo bo'ladi. Odatdagi dunyo xaritasi ko'rinmaydi. Ashunga o'xshash birmuncha davlatlar var.
Tinch okeanda aral devletler. Bu Tinch okeandagi aral devletlerinin hemmisi Xitoyning xirsiga duch keladi. Xitoy Amerikaning qiyğinidek ularga homiylik qilmaydi. Aksicha to'g'ridan to'g'ri hukmronlik qiladi. Filippinlarmi Xitoyning biqindisiga aylandi. Yaponiya bilan Xitoy orasidagi orollar tortishmasida bugun Yaponlar ustunlikda bo'lgan bo'lsa, u chaqda Xitoylar tashabbuskorlik o'ringa o'tadi. Hatto Janubiy Koreyaning taqdirimi Xitoyning insofiga bog'liq holat maydonga keladi. G'arbiy Tinch okeanda ustunlikka erishgan Xitoylar Rossiya uchunmi tahdid bo'lib qoladi. Chunki Rossiyaning uzoq sharqi, Yapon dengizi qirg'oqlaridagi Rossiya tuprog'i bugun Xitoy ko'chmanlari bilan to'lib ketgan bir vaziyatda. Bu hol aman Xitoy Rossiya orasida eg'iz oladigan bir yara bo'lib, Xitoyning G'arbiy Tinch okean rayonida raqibsiz holga kelishi Rossiyaning bu rayonlardan ayrilib qolishini keltirib chiqarishi mumkin. Undan boshqa Rossiyaning an'anaviy nüfuz rayoni hisoblanadigan O'rta Osiyo jumhuriyatlaridagi nüfuzi kun sari ojizlab, Xitoy nüfuzining kuchayishimi Rossiyaning bu rayondagi ta'siridan mahrum qilishiga elib kelishi mumkin. U holda Rossiya intayin qiyin bir tanlashga duch keladi. Ya Xitoyga qarshi maydonga o'tib, bir vaqtda ikki chong kuchning dushmani bo'lish natijasida Amerika ve Xitoyning dushmani bo'lish natijasida yanama ilgirlagan holda parchalandi Rossiya. Ya uzoq sharqdan voz kechib, faqat sulhi orqali Xitoylarning ishtihosi talab qilganning bir qismini berib, ya'ni insof qil, manchilikni beray deb bir qismini berib qutuladi. Agar bunday bir vaziyatda Amerika Rossiyani bosh dushman tizimligidan chiqarib etsa, baxtsizlik shu yerdeki qarindoshlar. Amerika hala Rossiyani bosh dushman deb bilmoqda. Agar bosh dushman tizimligidan Rossiyani chiqarib etsa, Rossiya xili rohat nafas olishga muvaffaq bo'ladi. Bu holda Xitoydan iborat bir dushmanga taqobil turadigan bo'lg'achqa, uzoq sharqni qo'ldan bermaslik uchun Xitoy bilan rayon xarakterli urush qilishi mumkin. Janubiy dengizdagi marjon orollariga qaratgan egilik huquq iddaosi kuchaygan Xitoylar marjon orollari ko'rayotganinglardek Xitoylar bu üzük qora siziqlar bilan ko'rsatilgan ya Xitoylar bizning dengiz tavalligimiz deb iddia qilayotgan yerlar. Xitoyning ishtihosi o kadar yo'g'on. Janubiy dengizdagi ana shu marjon orollariga qaratgan egilik huquq iddaosi kuchaygan Xitoylar hozir toki Malayziya, Brunei sahillariga yaqin yerlargacha Xitoyning ichki dengizi degan ushoqlikni qilmoqda va atrofdagi davlatlarning noroziliklarini hech ko'ziga ilmagan holda Janubiy dengizdagi xoda tashlar ustida 7 parcha sun'iy orol barpo qilishdi. Bu orollarning umumiy ko'lami 3000 futbol maydoniga teng keladi. Bu yerlar Xitoy dengiz armiyasi bazalari bo'lib qolmay, xuddi uchoq kemasi rol o'ynaydigan intayin muhim strategik ahamiyatga ega nuqtalardir. Endi Birmining sahilleridagi Xitoy dengiz armiya bazasini Sri Lankani qarzga patolgandan keyin qarz o'rniga talab qilingan port, Pokistondagi Gwadar porti, Maldivlardagi radar punktlari hisob qilinsa, Hindiston tamamen Xitoyning iskanjasiga tushib qolgan vaziyat shakllandi. O'tir Sharq neftliklarimi Xitoyning xirsiga duch kelmoqda. Hatto Avstraliyami bu tahdidlarning sirtida emas. Qarindoshlar ko'ngil bilayotgan asli masala Tayvan bo'g'zi krizisi urushga aylansa, buning Sharq Turkiston mustaqillik harakati uchun bir foydasi bo'lish bo'lmasligi bo'lib, kesib aytganda Tayvan bo'g'zida bo'ladigan urushlardan bizga hech qanday naf tegmaydi. Aksicha urush davrida orqa sapning qalaymaqon bo'lishi bakmi xatarlik bo'ladigan bo'lg'achqa
Xitaylarmı orq sepida birer mesele tug'ilmaslik uchun Sharq Turkistonda texmi qattiq qo'l siyosatlarni qo'llanishi mumkin. Qarindoshlar tamoq qilayotgan vaziyat, ya'ni bizga foydasi bo'ladigan vaziyat. Xitoy Rossiya surkilishidir. Bugun Rossiyaning Xitoylar bilan bo'layotgan hamkorligining sababi Amerika boshchiligidagi G'arbning Rossiya dushmanligidan maydonga kelgan chorasizlikdir. Undaq bo'lmaydigan bo'lsa, Rossiya bilan Xitoy orasida eg'iz elishi kutilayotgan bir muncha yara mavjud. Bularning hammasiga sukut qilishga majbur bo'layotgan Rossiya Xitoy yukini ustidan irg'itib tashlashning fursatini kutmoqda. Agar bugun Rossiya birinchi bo'lib bu yerni eg'iz oldirmoqchi bo'lsa, G'arb va Sharqda ikki cho'ng dushman qozongan bo'ladi. Bu hol Rossiya uchun yana bir yemirilishning muqaddasi bo'lib qoladi. Şuna Rossiya G'arbning dushman tizimligidan chiqish kerak. Shunda Xitoyga qarshi harakat qo'llanish imkoni tug'iladi. Xalqaro siyosat har qachon fursat va imkoniyat bir-biriga chirmishib ketgan sahnadir. Her davlatning ma'lum masalalari bor. Chegara masalalari, tuproq masalalari, bundaq masalalar en az bir başka davlatni aloqador qiladigan bo'lg'achqa, o'zi bir qo'lliq hal qilishi mumkin emas. Ya qarshi taraf bilan kelishish kerak yoki urush kerak. Ammo her ikkisida ko'zlangan nishonga yetalishi haqida hech qanday kafolat yo'q. Şuna bunda tarixdan kelayotgan saqlandı masalalar uchun fursat kutish umumiy holdir. Xalqaro vaziyatdagi o'zgarishlar, rayondagi kuch muvozanatlarining o'zgarishlari mushu rayondagi davlatlarga fursat ato qilishi mumkin yoki texnik cho'ngroq o'ttirishlarga sabab bo'lishi mumkin. Chunki bir davlat arzu qilgan tuproqni qozondi demak, yana bir davlat bu tuproqni utdi demakdir. Yuqorqi ahvollar shuni tushuntiryaptiki, Tayvan bo'g'zi masalasi oddiy holda Tayvanning besilinishi masalasi emas. Bu G'arb bilan Sharqning manfaatlari to'qnashadigan nuqta. Bu Amerikaning dunyo sahnasidan tamamen tushishining signali. Agar Amerikaning ustida kelib o'ynayotganlarning mavjudligi rost bo'lgan taqdirdami, bu qadar ko'p sohaga chetiladigan bir masala haqida keskin holda Amerikani qurbonlikka atash qarori olishlari texi bir oz baldudek qiladi. Agar teriyan güçleş baldur yoki keyin cho'qim bo'ladi deyilgandimi, bugunning shartlari texi bek uyg'undek qilmaydi. Agar shir o'ynatquchilar doimli teriyan güçlep turdiganligi rost bo'lsa, u holda Xitoydan iborat bu terini yengishlaydigan zamonlarni nazarga olmay o'tolmaydi. Agar Xitoylarni bu qadar kuchaytirib etsa, keyin shir o'ynatquchi o'zi yem bo'lib ketishini hisob qilmaydi. U holda terini teri bo'lish bilan cheklash zaruriyatimi tug'iladi. Undaqkan Xitoyning yo'g'inigancha yo'g'inashlarining hammasiga yo'l qo'yish shir o'ynatquchilar uchun xavfli bo'lishi cho'qim. Biz bu yerdami bir umidning nurini ko'ra olamiz. Bulardan shuni ko'ra olamizki, tamamen kontrolga tushmagan, bir qo'lga markazlashmagan bir dunyo mavzu bahsdir. Bundaq bir dunyoda ma'lum kuchlarga bo'libmi Xitoyda ko'p nüfusli bir davlatga cheksiz kuchish imkoniyati berish hech kimning ishiga yaramaydi. Hozir Xitoylarning namrat davlatlarini qarz batqiqiga patirib, aqsidan qarz o'rniga portlarni, kan etish huquqlarini elayotganligi dunyoga sir emas. Bu yo'l qo'yishning oqibati dunyo uchun bir ofatdir. Aslında. İkinci Dünya Urushi harbisida aslida mag'lub bo'lgan davlat bo'lish sifatida nurg'un cheklamaliklar ichida bo'lgan Germaniyaning cheklamalardan halqib, harbiy sanoatni taraqqiy qildirishi, eng kuchli havo armiyasiga ega bo'lishi qatorli ko'rinib kelayotgan xatarliklarga qarta ko'z yumgan. Birinchi Dünya Urushining g'oliblari intayin ig'ir badal to'lashga majbur bo'lganidek ve goya Germaniyanın Avstriyani qo'shib olishi, Chexoslovakiyani qo'shib olishi bilanla uning og'zini yumduğulu bo'ladigan-dek xam xiyolda bu yutib olishlarga sukut qilgan G'arb ittifoqi intayin ig'ir badal to'lagandek Xitoylarning Tayvanni yutib olishiga sukut qilishning, Hong Kongliklarning
Tibetliklerinin, Şark Türkistanlıklarının zarığı kulak yopurup, Xitayını razı qıygılı buludığandek meydan tutuşunun akıbeti mi, xuddi 2. Dünya uruşidek oludu. Belki bugünkü uruş kurallarının terakkiyatı nazar tutulganda, bu qitimki dünya uruşu hakikaten bir kıyamet bolup qalishi mümkün. Bu akıbetlerini bizdek uşaklar qiyas qılalığa ýerdi. Döwlet sorawatgan siyasiylarning qiyas qılanmaslığı mümkün emas. Demek hulasy şuki, Tayvan tüpeýli boladigan uruşnyň aldy alındy. İmkan bar, sürkülüşlerinin terakki qilishi çeklenidi, ilgirki tinç vaziyetke qaytady. Bu gapning wagty ötep ketdi. Lekin bir yoşurun jarahat mevcut iken, bu yara egizanmay qalmaydı. Ama bunun yana ma'lum vaqt bar deyişimiz mümkün. Xoş, endi yana bir ko'nrab ketgan sual wagty Xitoylarning bugun Sharqiy Janubiy Osiyo, Hind okean, Afrika qit'asidagi ilgirlashlardan Amerika xavf his qilmamdi. Bununga qarshi tadbir almamdi degandek sual yadımda qilishdi. Amerika bunundan xavf his qilyotdi. 2000-nji ýyllarning 5-dilar Pentagon bu haqda Amerika hökümetini agahlandırıp kelyapti. Amerika'nın birden-bir rekabetçisi dep yazma dokladlarını sunup kelyapti. Lekin Amerika hökümeti yeterlik derecede ähmiyet bermeýätganlygy amaliyat. Bu belkim Amerika'nın haqiqiy manada üze emasligi, şir oynatgıçı onu yopuk kılıp kollanıvatganlygynyň bir delilimidir bu? Bilmektäs. O halda Amerika bir bütün Amerika emas. İçki kısımda birbiriga ança uyumaydigan bir kança okşamagan güç mevcut degan gap. Lekin Amerika kısmellikde bazı tedbirlerinin koldan bagini yok. Hindistan, Avustraliya, Yaponiya qatarlyk döwletler bilen kurgan ittifakdaşlyk amaliyatda Xitoy tahdidiga qarşı kurulganlygyny görüp biliş täs emas. Bu Hindistan bilen kılıngan mudafiya kelişimi enik halda Xitoyga qarşı tedbirdir. Bu ittifakdaşlar arasında bugün Xitoyga qarşı meydany en keskin bolup Avustraliyadır. Nima üçin texme amaliy tahdid kuchurayotgan? Hemedin bekrek oldun kısap hesaplandıgan Hindistan o kadar aktif emas. Hindistan hazır tamamen işkencede. Hemminlağı ma'lum. Hindistan bek köp nüfusluk devlet. Şundakla bek köp etnik unsurlar mevcut. Fakat devletinin resmi tılıla o yetkil. Bu degenlik bir kadar köp nüfusluk ve müstakillik hiyali kılış ihtimali boğan çoğ millet tıllam o yetkisi var degenliktir. Bundan başka yani nurgun asallık milletler, nurgun okşamagan dilla kaynaşkan bir devlet bulup içki bezleri bekme haterlik. Eğer Hindistan taşkı bir güç tarafından sünni bir sürkülüşke rıgbetlendirilse, afet karakterlik akıbetler kelip çıkıdığan aran tuğan bir devlet. Şuna Hindistan tarihi ziddiyetlerini koyup durup, tiniş terakki kılış fırsatı yaratış yolunu tutuvatıdı. Muşu halde mu, yanıla Xitay karşı kozurunun buluşunu arzulamay kalmaydı. Tarihten beri arzu okut geldi bunu. Bugünkü Xitay karşı kurulgan bu ittifakdaşlıkla bir xil sürköstüş ameli süptüdül bulup, ta ki bir uruş partılığına kadar emeli hareketke aylanmaydıgan boğaçka Xitaylarının ilgirleşlerine hiç kandak emeli çekteş rolü oynayamadı. Bu kılınğanlar aslında köngül tartmagan halda her bir tarafının ve Amerika halkı içindeki ma'lum bölüknün besimiga javaben qıp koygan teselli tipideki hareket etmekte. Bunun bir nime demek ters. Bularning içinde Amerika'nın belgeleydiğin siyasetleri, tedbirleri qanday oluşunun qat'iy nazar Şarkı Türkistanlıklarga bevosita faydası bolmaydiganligini aytırışan. Fakat Hindistan Xitay kengaymichiligida oldingi saf bo'lish alayidligiga ko'ra Hindistonning qiladigan harakati, oladigan qarorlari Sharq Turkiston uchun nihoyatda zich aloqador bo'lishi mumkin. Kelgusidan aytganda, qachonki Rossiya G'arb lagerining dushman tizimligidan chiqarilsa, Xitoylar bilan issiq to'qinishga kirishi muqarrar bo'lish bilan qolmay, Rossiyaning ilgari Sharq Turkiston qartini unumli o'ynagan tajribasi bo'lg'achqa Rossiyaning Sharq Turkiston mustaqillik harakati uchun unumli bir qaror elish ehtimolligi eng kuchli ehtimollikdir.
Şundaqla Rusiya, Şərqi Türkistan kartını ən yüreklik oynayalaydigan birdən-bir dövlətdir. Şuğunisi Amerika hala Xitaylarni potansiyel düşman deb qarasımı, Rusiyani baş düşman deyishdan voz kechmayotidi. Bu hal bizning eng taleysiz noktamızdır. Amerika'nın Rusiyani baş düşman tizimligidan o'chirib tilab turayli hozircha. Bugün Tayvan bo'g'zi vaziyati jiddiyleşken, Amerika Xitaylarning düşmanligini tunib yetayotgan vaziyatdami, yanıla Rusiyaning yaqısını qo'yib bergani yo'q. Bu halda Amerika ikki cho'ng kuchga bir vaqtda urush ocholmaydi. Bu deganlik barliq davronlar tashviqot yuzsidili qoladi degan gap. Amerikaning Rossiya tutumining o'zgarishiga qarab, ondan Xitoyga rasmiy kuch ko'rsatishga tayyorlanganligiga hukm qilishga bo'ladi. Xulos shuki, Rossiyami, Amerikami bir vaqtda ikki cho'ng kuchni o'ziga dushman qilib ololmaydi. Mana bu acizlik Xitoylarning foydalanishi uchun obdan yuchiq bo'lib bermoqda. Xitoy siyosatchilari bu ikki kartni bek yaxshi o'ynamoqda. Bu holatning davom qilishi va uzoqqa so'zilishi Sharq Turkiston uchun tasavvur qilg'usiz yomon oqibatlarni keladi. Ammo har narsaning ikki yuzi bo'lganidek, Xitoylarning ishtahosi kun sari yo'g'inab, G'arb kuchlarining an'anaviy manevr maydonlari bo'lgan Afrika va Janubiy Amerika ellarida haddidan eshishi cho'qim bir ofat tug'dirmay qolmaydi. Xitoylarning dushmani ko'paysa, bizning ittifoqchilarimiz ko'payadi. Şunu meselenin intayin xatarlik bo'lgan tarafini ko'rish bilan qolmay, xatarlardan tug'iladigan yangi vaziyat va bu yangi vaziyat elib keladigan fursatlarni ko'ralaydigan bo'lishimiz kerak. Allah'ın suri inşirahda tekrar bayan qilgandek bir mushkullikdan keyin cho'qim bir osonlik bordir. Bu bo'lsa dunyoning hayotlik qonuniyati. Qarindoshlar, savollaringlarga rahmat, anglag'aninglarga rahmat. Hammanglarni Allohga topshirdim. Keyingi navbat ko'rishgacha Allohga omonat. Xo'sh.